Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Turma xotirlari mahbus ruhlar. Avtori Abduvali Ayub. Mujmal siyosiy mahbus. Qamal g'inimga 36 kun bo'lganda rasmiy qo'lga ilingan edim. Uqtirishni Urumchida tunji so'roqda o'zini ko'rsatgancha yo'qab ketgan Farhod va Gulbahor degan ikki soqchi ilib keldi. Ular Tangirtog' rayonlik Jexiy idorasining iqtisodiy razvedka atartidan edib qo'lga ilish uqtirishiga qonunsiz mablag' yig'ish jinoyati deb yozilibdi. Qashqarda tutqanda mablag' chiqarishda soxtakorlik deyilgan edi. Qaraganda bular manga qandoq jinoyat ortishni bilolmay, xili haraj tortgan bo'lsa kerak. Xitoycha yozilgan qo'lga ilish uqtirishiga qarab o'ltirib ketdim. Bu manga bir masxaradek tuyuldi. Ana til deb shuncha chapqanimning natijasi shumi? Ana tilni qo'g'daymiz deb ko'rmaganni ko'rsam, oqibatda qo'limga birligini Xitoyning qonunda Uyg'urcha yozilishi kerak bo'lgan Xitoycha qo'lga ilish uqtirishi bo'ldimi? Agar bu Xitoychikan, imzo qo'ymayman desamchu, bu talab o'rinlanmaydi. Chunki bu ikki soqchi faqat uqtirishni yetkazish va imzo qo'ydirib ilib ketishga mas'ul edi. Bir narsa deyishni ortiqcha his qilib, imzo qo'yib berdim. Bundaq tez imzo qo'yib berishim ularga tasodifiylik tuyuldimi qandoq bir-biriga ma'nilik qarshi oldi. Gulbahor degan ayol qaytar chig'ida "Balang bormi?" deb so'rab qoldi. Tilimning uchiga kelib qolgan "Bor, ko'rolmayman. Ko'rishga yo'l qo'ygan qonun bor, ammo shuni ijro qilarga odam yo'q" degan gapni yutib va "Bor, oltindek ikki qizim bor" dedim. "Oltindek? Ha?" dedi Gulbahor delu xaltamni yig'ishtirib. "Ismi nima?" deb so'radi. "Cho'ngning ismi Masuda, kichkina ismi Uyg'ur." "Yo'q, Xandon" dedim tuyuqsiz tamtirab. Men burunqi so'roqlarda kichik qizimning ismini izchil Uyg'urya demay, Xandon deb kelgan edim. Uyg'uryaning ismini tilga olsam, meni Turkiyaga o'xshash bir davlat qurishni arzu qiladigan bo'lgunchi deb qilishidan ansiraydim. Shunga har doim Uyg'urya demay, Xandon deydim. U kuni men qizimning rost ismini deyishdan qo'rqib, o'zimcha duduqlab jiddiylashib ketgan bilan Gulbahor diqqatmi qilmadi. Tuyuqsiz tutilib ketgan kunim va qizlarimning turqi ko'zimga ko'rinib ketdi. Men tutilgan shu kuni Masuda eshik oldida qum o'ynab qolgan edi. U menga nima ish bo'lganligini bilmaydi. Mahallani qo'rshigan qurolliq soqchilarning bir-biri bilan mursiga eslagan so'zlashgida jiddiy, keskin va qisqa iboralar bilan nimalarni deyishayotganligini anqirolmaydi. Ayolim uning o'ynashlariga qarab, Uyg'uriyani tutgan peti turadi. Uyg'uriya onasining qo'lidan yerga, otasining qishiga intiladi. Ayolim yog'ochdek qetibla qolgan edi. Ustiga kiyib olgan qora kopsi uning tatirib ketgan chiroyini texmo oq ko'rsatdi. Uyning oldida avtomatlarni qamallab postda turgan ikki qora kiyimlik soqchiga nima vazifa tushganligimi uningga qarang'udek qiladi. Men 1 metr oraliqdan hammani ko'rib turadim. Qizlarim va ayolimning gapi chiqsala shu ko'rinish esimga keladi. Shu kuni onasining qo'lidan o'qchib chiqib ketaylar deb qolgan Uyg'uriya g'amsiz o'ynab yurgan Masuda bilan oxirgi qitim bir ko'rishilishimga, bag'rimga besib, qong'udak bir purvilishimga kepan chiroy an qo'shilmagan edi. Ko'zlarimdan yosh chiqib ketgan bo'lsa kerak. Farhod, "Yig'lab ketma amdi" dedi. U balkim menga qo'lga ilinganligim ig'ir keldi deb o'ylab qoldi. U so'roqxonada bayotin biri suvan surmay o'ltirgan edi. U ketadigan chog'da "Bilamsan, bu qamoqxona asli Urumchidagi eng ko'na turma. Shingisayning Urumchidagi vahshiy turmalarining oldinqisi. Azaldan cho'ng siyosiy mahbuslar qamaladigan yer bu. Bu degan odatdagi odamlar yotadigan yer emas. Robiya Qodirmo mushu yerga qamalgan" dedi. Shu topda menga hech bir gap xo'sh yoqmaydi. Quliqimga musht urgandek anglangan bu gapning nima maqsadda deyilganligini uqolmadim. Atalmış cinayet namini
qonunsiz mablag' to'plash deb bekitgan edin, o'zimni sal yenik his qildim. Qo'lga elish uqtirishimga qo'l qo'yib berib, ustimdan bir tog'ni ilib tashlagandek xotirjam bo'lib qoldim. Mayli nima qilib so'roq qilgan bo'lsin, nima deb tuhmat chaplasin, qandoq qiynagan bo'lsin, shu siyosiy jinoyat degan qalpoqdan qutulganimga xush bo'ldim. Ammo yana o'ylanib qoldim. Mendin shirkat haqida biror kun so'roq olmay, kimlardan qandoq mablag' to'plaganimizni surishti qilmay, meni qandoqsiga bundoq bir jinoyat bilan qo'lga olgandu? So'roqchilar ketgandan keyin nimishqikin mashq kameradan odatdagi kameraga yo'tkaldim. Ustimdagi siyosiy jinoyatchilar kiydigan doimli haqoratga, tuhmatga, cheklash va yaklashlarga sabab bo'lgan siriq kiyimning o'rniga odatdagi jinoyatchilarning kulrang kiyimi almashdi. Deb rahat bir nafas ilib oldim. Yangi kiyimda muramni besib turgan bir tog'dan, badanimga chirmalgan bir zaharlik yilondan qutulgandek, beshimda nazorat qilib, beqinimga niqtab turadigan zulmdan ozod bo'lgandek, yiniklab qolgan bo'ldim. Ammo yurak hali ham ko'rinmas bir qora changalda tinimsiz tipirlaydi. Bu qitim qamalganim 1-korpus 6-kamera bo'ldi. Yangi kamerada mahbuslik mashqi bo'lmadi. Hatto usti beshimni aqtirish, kiyimlarimni soldirib, jon yerimgacha tekshirishlarmi yuz bermadi. Yangi kamerada qamoqxona mashg'uloti bo'yicha kunlar burunqidek davom qiladi. Kamerada faqat bir manla Uyg'ur bo'lib, yotadigan yerim daq seminut, qolganlarning o'rni uzun taxtay supa edi. Bir qancha haftagacha g'ing qilmadim. Qarasam, mendan keyin kirgan Xitoy mahbuslar udul karvatga chiqadi. Faqat menla muzdek seminut yerda yotaman. Sababini kamer boshliqidan so'rab hayron qoldim. Men qizil kiyim kiymagan bilan yanada siyosiy mahbus ekanman. Kamer boshliqi Gundupayning ishxonasida kompyuterdagi arxivimdan xatarlik shaxs qattiq nazorat qilinadi, advokat bilan ko'rishtirilmaydi. Munosabatlik ishlarda Urumchi shaharlik Jixi idorasi davlat bexatarlik tarmoq atirtidagi Rahmatulloh bilan aloqa qilinsa bo'ladi degan xatni ko'ribdi. Rahmatullohni bilatdim. U Urumchi shaharlik Jixi idorasi davlat bexatarlik tarmoq atiritining soqchisi edi. Kamer boshlig'i mening shubhalik qarab turganimni ko'rib, Rahmatullohning 139 bilan boshlangan telefon nomerining yerimini yodlab berdi. Xalaning yinida beshimni changallab o'ltirib ketdim. Meni zodi nima qilmoqchi? Bu delo zodi qanchalik so'ziladi? Qanday hukm qilinadi? Bular noaniq. Kamerda 1 yildan ortiq yetibmi, texicha sotqa chiqmagan mahbuslarni ko'rgan edim. Xolis ismli g'uljilik bir bola 5-iyulda tutilgancha 4 yil mushu qamoqxonada yetibdi. Ammo kesim qilinmabdi. Bekorchilikda jinoiy ishlar qonuni yashmasi degan kitoblarni to'la o'qib, advokat bo'lib ketay deb qolgan edim. Men tutilganda qo'limga birligini tutish qog'ozi, qo'lga elish uqtirishi emas edi. Asli Xitoy qonuni bo'yicha bo'lganda, soqchilarning meni qamoqxonada 30 kundan ortiq tutib turish huquqi yo'q edi. Men qo'lga elish buyruqi yo'q ahvolda 6 kun oshirib qonunsiz tutib turilgan bo'ldim. Mushundaq oshirib o'tishlar taftişlash, sotlash, hukm qilish qatorliq halqalarda davomlashsa, menga havo qachon ichilar, kun qachon chiqar? Urumchining Uyg'ur rayoniga joylashgan Tangirtog'da siyosiy o'g'inish, vatanparvarlik tarbiyasi qattiq bo'lib, Xitoylar rayonidagi Liodavanda siyosiy o'g'inish yo'q. Kompartiyani va Jungu an'anasini yodlash yo'q edi. Uningda kunda o'tiladigan 8 soat darsmi buningda yo'q edi. Ishlar asosan tamga yozilgan qoida bo'yicha bir taraf qilinadigan bo'lg'achqa, kamerlarning qog'ozga yozib olgan ayrim qoidasi yo'q edi. Bu qamoqxonada mashq kameradan boshqa kamerada to'plashib odam urish, mahbuslik mashqi qildirish, so'roq qilish, jazolash degan ishlarmi yo'q ekan. Tangirtog' qamoqxonasidagiga o'xshash kamerda mahbusni xalaga qamab qo'yish, esib qo'yish, och qo'yish degan jazolash usullarini
Bu yerda mahbuslar bilmaydi ekan. Nimishqa Uyg'urlar ko'p yerda zulm ko'p bo'ludi. Xiyollar surgancha chigishishib baratdi. Liudavan qamoqxonasida parang cheklimasi yo'q. Bu ko'pincha mahbusning Xitoy bo'lganligidanmi? Parangning mazmuniga emas, qancha uzrab ketsa-mu, hech qanday chek yo'q edi. Shunga atrofimda Uyg'urlarning bundan keyin qanday kunga qoladiganligi, Xi Jinping chiqqandan keyin siyosatning qanday qattiq ijro qilinadiganligi to'g'riliq tashvishlik muloyizlar qaynab turadi. Doim deyiladigan kimning qancha yil kesilganligiga doir qo'rqinchli xabarlar kishini texmu bearam qiladi. Meni Turkiyaga Xitoy Ma'rif ministrligining avatkini Amerikaga Ford mukofotini ilib borganligim shuncha aniq tursa, texi iqror qilsamla bo'larmish. Hamma isbot ularda to'liqmish. Markaziy axborot idorasi har qancha kuchlik bo'lsa-mu, meni Liodavandagi so'roqxonadan qutqizolmasmish. Ana tilni qo'g'dashni vosita qilib, Uyg'urlarni bo'lgunchilikka qutratganmishman. Chet ellar bilan til biriktirib, Uyg'urni bo'lgunchilikka tashkillaganmishman.